Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 avgustdan boshlab qariyalarga berilishi aytilayotgan prezidentning 1 million 500 ming so'mlik yordami nimaga sarflanishi mumkin? Kimlar undan foydalanishi mumkin? Kimlar esa noto'g'ri tushunib, keyin ovora bo'lib qolishi mumkin? Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda otaxon yoki onaxon bor. Ularning dori-darmon, davolanish, oziq-ovqat, parvarish va kundalik ehtiyojlari bor. Men bugun masalani shov-shuvsiz oddiy tilda, lekin batafsil qilib tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng ko'p xato qilinadigan joylar aynan oxirgi qismda bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam bilsa, shuncha kam odam aldanadi yoki noto'g'ri joyga murojaat qilib vaqt yo'qotadi. Avvalo, bitta muhim narsani aniqlashtirib olaylik. Har qanday ijtimoiy yordam, kompensatsiya, nafaqa yoki bir martalik to'lov oddiy pul tarqatish emas. Davlat bunday mablag'ni aniq maqsad uchun ajratadi. Ya'ni bu mablag'ning kimga berilishi, qanday tartibda berilishi, qaysi ehtiyojlar uchun ishlatilishi, naqd pul ko'rinishidami yoki xizmat ko'rinishidami, bularning hammasi tegishli qaror va tartiblarda belgilanadi. Shuning uchun men sizlarga birinchi maslahat sifatida aytaman. Hamma qariyaga pul berilar ekan, pasport bilan bo'lsa yetar ekan, bank kartaga avtomatik tushar ekan degan gaplarga darrov ishonmang. Har doim mahalla pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya bo'limi yoki rasmiy manbadan tekshirtiring. Oldin qanday edi? Oldin ko'p hollarda keksalarga yordam turli yo'nalishlarda alohida berilardi. Kimdir pensiya olardi, kimdir nogironlik nafaqasi olardi, kimdir temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari yoki boshqa ijtimoiy ro'yxatlar orqali yordam olardi. Ayrim hududlarda yolg'iz keksalarga oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lov bo'yicha ko'mak berilardi. Lekin odamlar ko'pincha bu yordamlarning farqini bilmasdi. Masalan, pensiya boshqa narsa, moddiy yordam boshqa narsa, davolanish uchun kompensatsiya boshqa narsa, parvarish xizmati yana boshqa narsa. Natijada bir oilada otam pensiya oladi. Demak, unga qo'shimcha yordam berilmaydi deb o'ylashardi. Boshqa oilada esa onam 70 yoshda, demak avtomatik irigi bo'y million oladi deb kutishardi. Ikkalasi ham har doim to'g'ri bo'lavermaydi. Endi nima o'zgardi? O'zgarishning asosiy ma'nosi shundan iboratki, keksalar masalasida yordam aniqroq, manzilli va ehtiyojga qarab berilishi kerak. Ya'ni davlat eng avvalo haqiqatan ham yordamga muhtoj bo'lgan, yolg'iz yashayotgan, daromadi yetmayotgan, dori-darmon yoki parvarishga muhtoj keksalarni ko'proq qamrab olishga harakat qiladi. 1 million 500 ming so'm degan summa ham shunchaki xohlagan narsaga ishlating degani bo'lmasligi mumkin. Bu pul ko'pincha ma'lum ehtiyojlarni yopish uchun ajratiladi. Davolanish, dori-darmon, oziq-ovqat, protez ortopediya vositalari, parvarish, kommunal qarzdorlik, uy sharoitini yaxshilash yoki boshqa zarur xarajatlar tartib hududga, qaror matniga va fuqaroning holatiga qarab farq qilishi mumkin. Men birinchi navbatda bu ma'lumotni farzandlar, kelinlar, kuyovlar, nevaralar va qariyaga qarab turgan qarindoshlar bilishi kerak deb hisoblayman. Chunki ko'p otaxon, onaxonlar hujjat yig'ish, ariza yozish, idoraga borish, telefon orqali aniqlashtirish ishlarini o'zlari qila olmaydi. Kimningdir ko'zi yaxshi ko'rmaydi, kimdir eshitishda qiynaladi, kimdir internetdan foydalana olmaydi. Kimdir esa meni ovora qilmanglar deb indamay o'tiraveradi. Ana shunday paytda oila a'zolari befarq bo'lmasligi kerak. Masalan, birinchi holatni olaylik. 76 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1 million 200 ming so'm atrofida. Har oy qon bosimi, yurak, qand kasalligi uchun dori oladi. Dorilarning o'zi 400 ming yoki 600 ming so'm bo'lishi mumkin. Kommunal to'lovnon yo'q, guruh, sabzavot, transport xarajati ham bor. Bunday odamda bir 5 million so'mlik yordam juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Lekin u pulni to'yga, telefon almashtirishga yoki qarindoshga berishga sarflab yuborsa, asosiy muammo hal bo'lmaydi. Men ekspert sifatida bunday oilaga aytaman. Eng avvalo dorilar ro'yxatini tuzing. Shifokor tavsiyasini oling, qaysi dorilar doimiy kerakligini yozib chiqing. Keyin yordam mablag'i aynan sog'liq uchun ishlatilishini ta'minlang. Ikkinchi holat. 72 yoshli otaxon farzandlari bilan yashaydi. Oila daromadi yomon emas, farzandlari ishlaydi, uyda sharoit bor. Otaxon pensiya oladi, lekin og'ir kasalligi yo'q. Bunday vaziyatda u avtomatik tarzda eng muhtojlar qatoriga kirmasligi mumkin. Bu degani unga hech qachon yordam berilmaydi degani emas, lekin tartib manzilli bo'lsa, avval yolg'iz, daromadi past,
parvarishga muhtoj keksalar ko'riladi. Shuning uchun farzandlar nega qo'shnim oldi? Biz olmadik deb janjal qilmasdan mezonlarni so'rashi kerak. Davlat yordamining mantig'i shuki, birinchi navbatda eng og'ir holatdagi odamga yetib borishi kerak. Uchinchi holat, 80 yoshli buva nogironlik guruhiga ega yurishga qiynaladi. Aravacha yoki hassaga muhtoj. Unga 25 million so'm berilsa, bu pulni faqat oziq-ovqatga ishlatish ham to'g'ri bo'lavermaydi. Balki unga sifatli hassa, qon bosimini o'lchaydigan apparat, qon miqdorini o'lchaydigan moslama, yotoq yarasiga qarshi vositalar yoki uy ichida xavfsiz yurish uchun kerakli jihozlar zarurdir. Men bunday o'ylarga har doim aytaman. Pulni olayotganda emas, pulni sarflashdan oldin reja qiling. Qariyaning eng katta xavfi nima? Yiqilib tushishmi? Dorini vaqtida olmaslikmi? Ovqatlanish yetishmasligimi? Shunga qarab xarajat qiling. 4-holat. Qariya qarindoshining uyida yashaydi, lekin amalda hech kim qarab turmaydi. Pasporti bir joyda ro'yxatda, o'zi boshqa joyda turadi. Mana shu joyda muammo chiqadi. Chunki ko'plab ijtimoiy yordamlar yashash joyi, mahalla xulosasi real holat o'rganilishi asosida belgilanadi. Agar hujjatda bir manzil amalda boshqa manzil bo'lsa, masala cho'zilishi mumkin. Bunday vaziyatda avval mahalla bilan gaplashib, qariyaning haqiqiy yashash holatini rasmiylashtirish kerak bo'lsa, dalolatnoma tuzdirish kerak bo'ladi. Endi eng asosiy savolga kelamiz. Bu 20 million 500 ming so'mni nimaga sarflash mumkin? Men buni bir nechta yo'nalishga ajratib tushuntiraman. Birinchi yo'nalish dori-darmon va tibbiy ehtiyojlar. Keksalar uchun eng og'ir xarajat ko'pincha doridir. Qon bosimi dorisi, yurak dorisi, qandli diabet dorilari, bo'g'im og'rig'i, oshqozon, ko'z, asab tizimi uchun dorilar oyma-oy kerak bo'ladi. Bir qarashda 25 million so'm katta puldek ko'rinadi, lekin 3 oyga yetadigan sifatli dorilar olinsa, bu pul tez tugaydi. Shuning uchun men tavsiya qilaman. Dorini bozordagi gapga qarab emas, shifokor yozgan ro'yxatga qarab oling. Chekni saqlang. Dorixona nomi, sana summa ko'rinib tursin. Agar keyin mablag' qanday sarflangani so'ralsa, sizda dalil bo'ladi. Ikkinchi yo'nalish oziq-ovqat. Qariya odamga arzon, lekin sog'liqqa zarar ovqat emas, to'g'ri ovqat kerak. Masalan, qandli diabeti bor odamga juda ko'p shirinlik, oqnon, yog'li ovqat olib berish yaramaydi. Yurak kasali bor odamga tuzli mahsulotlarni ko'paytirish xavfli. Shuning uchun oziq-ovqat xarajatida ham aql bilan yondashish zarur. Guruh grechka, suli yormasi, sifatli yog', go'sht yoki tovuq, tuxum, sut mahsulotlari, sabzavot, meva bular qariya salomatligi uchun foydali. 1 million so'mni bir kunda katta xarid qilib tugatish shart emas. Oilada kelishib 1 oy yoki 2 oyga yetadigan tartibli ro'yxat tuzish mumkin. 3-yo'nalish tibbiy ko'rik va analizlar. Ko'p odamlar davlat poliklinikasi borku deydi. To'g'ri, lekin ayrim analizlar ultratovush, EKG, ko'z tekshiruvi, stomatologiya, nevropatolog yoki kardiolog ko'rik uchun qo'shimcha xarajat chiqishi mumkin. Qariya odamning kasalligi kech aniqlansa, keyin davolanish ancha qimmatga tushadi. Masalan, oddiy qon tahlili, qand miqdorini tekshirish. Yurak holatini ko'rish vaqtida qilinsa, katta asoratlarning oldi olinadi. Demak, bu mablag'ni faqat kasal bo'lganda emas, kasallikning oldini olish uchun ham ishlatish oqilona bo'ladi. 4-yo'nalish parvarish vositalari. Yotib qolgan yoki harakati cheklangan qariyalarda pampers, nam salfetka, antiseptik, maxsus krem, yotoq yarasiga qarshi vositalar, choyshab, gigiyena mahsulotlari juda zarur. Ko'p oilalar bundan uyaladi yoki buni aytmasak ham bo'ladi deb yashiradi. Lekin men ochiq aytaman, parvarish vositalari qariya shani, sog'lig'i va uy ichidagi gigiyena uchun juda muhim. Agar yordam mablag'i berilsa, bunday ehtiyojlarni birinchi o'ringa qo'yish kerak. 5-yo'nalish uy sharoitini xavfsiz qilish. Keksalar uchun eng katta xavflardan biri yiqilishdir. Hammom sirpanchiq bo'lsa, zinada tutqich bo'lmasa, xona qorong'u bo'lsa, gilam jeti qayrilib tursa, qariya yiqilib, son suyagini sindirib olishi mumkin. Bitta yiqilish butun oilani og'ir ahvolga soladi. Shuning uchun 20 million so'mning bir qismini hammomga rezina gilamcha, davorga tutqich, yotoq yoniga chiroq, qulay stul, hassa yoki boshqa xavfsizlik vositalariga sarflash juda to'g'ri qaror bo'ladi. 6-yo'nalish kommunal va zarur maishiy xarajatlar. Agar qariyaning gaz, elektr, suv yoki issiqlikdan qarzi bo'lsa, bu ham muammo. Ayniqsa yolg'iz qariya uyida elektr o'chib qolsa, sovuqda qolsa yoki gaz bo'yicha qarzdorlik sababli qiynalsa, sog'lig'i yomonlashadi. Lekin bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Yordam mablag'i qariyaning o'z ehtiyojiga xizmat qilishi kerak. Farzandning katta qarzi boshqa odamning krediti yoki
oiladagi boshqa xarajatlar uchun qariyaga ajratilgan pulni ishlatish noto'g'ri. Endi kimlar bu masalaga jiddiy qarash kerak? Birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan keksalar. Agar qariya yolg'iz bo'lsa, farzandlari boshqa shaharda yoki chet elda bo'lsa, o'zi idoralarga bora olmasa, bu odam e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Mahallaga murojaat qilish, ijtimoiy xodim bilan gaplashish, qo'shnilar orqali holatini bildirish muhim. Ikkinchi guruh daromadi yetmaydigan qariyalar. Faqat pensiya olishi yordam kerak emas degani emas. Agar pensiya doriga ketib qolsa, oziq ovqatga yetmasa, qariya real muhtoj hisoblanishi mumkin. Buni isbotlash uchun dorilar cheki, shifokor xulosasi kommunal to'lovlar. Oila tarkibi haqidagi ma'lumotlar yordam beradi. Uchinchi guruh og'ir kasalligi borlar. Yurak yetishmovchiligi, insultdan keyingi holat, qandli diabet, onkologik kasalliklar, buyrak, ko'z harakatlanish muammolari bo'lsa, bunday qariyaning xarajati oddiy pensionerga qaraganda ancha yuqori bo'ladi. Bu holatni yashirmaslik kerak. Aksincha, shifokor hujjatlari bilan ko'rsatish kerak. Kimlar haddan ortiq xavotir olmasligi kerak. Agar qariya yaxshi ta'minlangan oilada yashasa, doimiy parvarishi bor, daromad yetarli, sog'lig'i nisbatan barqaror bo'lsa, yordam chiqmasa ham bu darhol adolatsizlik degani emas. Manzilli yordamning mohiyati shuki, resurs birinchi navbatda ehtiyoji eng yuqori odamlarga yo'naltiriladi. Lekin baribir, agar qonuniy mezonlarga tushsa, murojaat qilish huquqi bor. Faqat hujjatsiz, asossiz. Hamma olyapti. Men ham olay degan yondashuv natija bermasligi mumkin. Bu mavzuda eng ko'p uchraydigan xatolardan biri odamlar yordamni pensiya bilan aralashtirib yuboradi. Pensiya har oy mehnat staji yoki belgilangan huquq asosida to'lanadi. Moddiy yordam esa muayyan holatga qarab ajratilishi mumkin. Bir martalik to'lov bo'lsa, u har oy qaytarilmaydi. Ba'zi odamlar avgustda 20 million tushsa, sentyabrda ham tushadi deb o'ylaydi. Bunday bo'lishi shart emas. Tartibda bir martalik deyilgan bo'lsa, bir marta beriladi. Ikkinchi xato, pulni qariyaning qo'lidan olib qo'yish. Men bu yerda juda aniq gapiraman, qariyaga ajratilgan yordam qariyaning ehtiyoji uchun sarflanishi kerak. Farzand yoki qarindosh men hujjat yugurtirdim, demak pulni men ishlataman desa, bu axloqan ham, ayrim hollarda huquqiy jihatdan ham muammo tug'dirishi mumkin. Agar qariya o'zi pulni boshqara olmasa, oilada ochiq ro'yxat tuzing. Nima olindi, qancha turdi, chek bormi, qariyaning ehtiyoji qo'ndimi? Bu kelajakdagi nizolarning oldini oladi. Uchinchi nozik joy firibgarlar. Har qanday ijtimoiy to'lov chiqishi bilan men qilib beraman, kartangizni bering. SMS kodini ayting, oldindan 100 ming to'lang deydigan odamlar paydo bo'ladi. Hech qachon bank kartangizning PIN kodini, SMS kodini, pasport rasmingizni begona odamga yubormang. Davlat yordamini olish uchun pora berish kerak degan gapga ishonmang. Rasmiy murojaat mahalla ijtimoiy himoya organlari, pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari orqali amalga oshiriladi. Agar kimdir pul so'rasa, ismi sharifini, qayerda ishlashini so'rang va ishonch telefonlariga murojaat qiling. 4-masala ro'yxatga olish va yashash joyi. Qariya bir joyda ro'yxatda turib, boshqa joyda yashasa, yordamni rasmiylashtirishda savollar tug'ilishi mumkin. Masalan, mahalla xodimi kelib o'rganmoqchi bo'lsa, qariya u manzilda bo'lmasa, haqiqatan shu yerda yashaydimi degan savol chiqadi. Shuning uchun avval yashash holatini aniqlashtirib olish kerak. Kerak bo'lsa, vaqtincha yashayotgan joydagi mahalla bilan bog'laning. 5-masala hujjatlar yetishmasligi. Ba'zi oilalarda qariyaning pasporti yoki ID kartasi muddati o'tgan bo'ladi. Bank kartasi ishlamaydi. Telefon raqami boshqa odam nomida. Tibbiy hujjatlar yo'qolgan bo'ladi. Keyin yordam masalasi chiqqanda hammasi shoshilinch bo'lib qoladi. Men tavsiya qilaman. Qariyaning asosiy hujjatlarini hozirdanoq tartibga keltiring. ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya ma'lumotlari, nogironlik bo'lsa tegishli hujjat, shifokor xulosalari, bank kartasi, telefon raqami bularning hammasi joyida bo'lsin. Birinchi qadam qariyaning holatini baholang. U yolg'iz yashaydimi yoki oila bilanmi? Pensiyasi qancha? Har oy doriga qancha ketadi? Kommunal to'lovlari bormi? Parvarishga muhtojmi? Nogironlik guruhi bormi? O'zi yurib idoraga bora oladimi? Mana shu savollarga javob yozib chiqing. Og'ozdagi gap bilan cheklanmasdan qog'ozga yozing. Chunki idoraga borganda aniq gapirish kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam mahallaga murojaat qiling. Mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli yoki ijtimoiy xodimga vaziyatni tushuntiring. Bizga pul kerak deb emas, qariyaning holati mana bunday, doriga shuncha ketadi. Yolg'iz yashaydi, yordam olish tartibini tushuntirib bering deb murojaat qiling. Tinch,
Aniq va hujjat bilan gapirsangiz, masala tezroq bo'ladi. 3-qadam. Tibbiy hujjatlarni tayyorlang. Agar qariya kasal bo'lsa, oilaviy poliklinikadan shifokor ko'rigidan o'tsin. Kasalliklari, doimiy ichadigan dorilari, parvarishga muhtojligi haqida ma'lumot oling. Ba'zan bitta shifokor xulosasi yordam masalasida katta rol o'ynaydi. Chunki kasal degan og'zaki gap boshqa, tibbiy hujjat boshqa. 4-qadam. Xarajatlarni isbotlovchi ma'lumotlarni yig'ing. Dorixona cheklari, analiz to'lovlari, kommunal qarzdorlik kvitansiyasi, parvarish vositalari xaridi bularni tashlab yubormang. Hatto yordam hali berilmagan bo'lsa ham. Bu hujjatlar qariyaning real ehtiyojini ko'rsatadi. 5-qadam, ariza yozing. Arizada qariyaning ismi sharifi, yashash manzili, telefon raqami, oilaviy holati, daromad manbai, sog'lig'i, yordam nima uchun kerakligi aniq ko'rsatiladi. Masalan, dori-darmon xarajatlari yuqori bo'lgan, yolg'iz yashagani va doimiy parvarishga muhtojligi sababli moddiy yordam ajratishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Ariza qisqa, lekin aniq bo'lsin. Keraksiz hissiyot, uzun shikoyat, boshqa odamlarni ayblash shart emas. Faktlar kuchliroq ishlaydi. 6-qadam, javobni nazorat qiling. Arizalardan bo'l deb ketmang. Qachon ko'rib chiqiladi? Kim mas'ul? Qanday hujjat yetishmayapti? Natija qayerdan bilinadi? Bularni so'rang. Agar yozma javob berilsa, nusxasini saqlang. Agar rad etilsa, sababini so'rang. Rad javobi ham foydali bo'lishi mumkin. Chunki unda qaysi mezon yetmaganini bilib olasiz. 7-qadam, pul tutsa yoki yordam ajratilsa, uni reja bilan ishlating. Avval eng zarur ehtiyojlar dori, shifokor, oziq-ovqat, parvarish, xavfsizlik. Keyin qolganiga qarab boshqa xarajat. Men har doim oilalarga shunday deyman. Qariyaning puli qariyaning hayotini yengillashtirishi kerak. Bir kunlik mehmondorchilikka sarflangan pul ertaga doriga yetmay qolsa, bu noto'g'ri qaror bo'ladi. Keling, yanada tushunarli bo'lishi uchun bir nechta vaziyatni hisoblab ko'ramiz. Onaxonning pensiyasi 1 million 300 ming so'm. Har oy qon bosimi dorisi 1.900 ming, qand dorisi 220 ming, yurak dorisi 220 ming. Vitamin va qo'shimcha vositalar 1.5 ming. Jami doriga 800 ming so'mga yaqin ketadi. Kommunal to'lov 2.5 ming, oziq-ovqat kamida 900 ming. Ko'ryapsizmi? Xarajat pensiyadan oshib ketadi. Bunday odam uchun 5 million so'm vaqtinchalik bo'lsa ham nafas rostlash imkonini beradi. Lekin bu mablag' to'g'ri taqsimlanmasa, muammo qaytib keladi. Yana bir misol. Buva insultdan keyin yura olmaydi. Unga oyga pampers 3.5 ming, nam, salfetka va gigiyena vositalari 500 ming, dori 500 ming, shifokor ko'rigi va transport 200 ming so'm turadi. Jami 1 million 200 ming so'm. Agar 1 million yordam ajratilsa, bu oilaga bir oy yoki bir yarim oy parvarishni yaxshiroq tashkil qilishga yordam beradi. Lekin agar bu pulni televizor olishga yoki boshqa qarindoshning qarzini yopishga ishlatilsa, qariya uchun asosiy foyda bo'lmaydi. 3-misol. Otaxonning pensiyasi bor, farzandlari ham bor, lekin uyda hammom juda sirpanchiq. Otaxon bir marta yiqilib, qo'lini shikastlagan. Bu holatda 1 million so'mning bir qismini hammom tutqichi, sirpanmaydigan gilamcha, qo'shimcha yoritish, qulay stulga sarflash mumkin. Bu xarajat ko'zga oddiy ko'rinadi, lekin katta jarohatning oldini oladi. Profilaktika ko'pincha davolanishdan arzon va foydaliroq bo'ladi. 4-misol. Qariya qishloqda yashaydi, poliklinika uzoq. Analiz topshirish uchun tuman markaziga borishi kerak. Transport, hamroh, ovqatlanish, analiz xarajatlari bilan bitta borib kelish 200 ming yoki 300 ming so'm bo'lishi mumkin. Farzandlari keyin boramiz deb cho'zaversa, kasallik og'irlashadi. Yordam mablag'i shunday holatda tibbiy tekshiruvga sarflansa, juda to'g'ri bo'ladi. Men yana bir bor ta'kidlayman, bu mavzuda rasmiy tartibni tekshirmasdan harakat qilmang. Ijtimoiy tarmoqlarda sarlavhalar ko'pincha keskin bo'ladi. Barcha qariyalarga beriladi. In avgustdan hamma oladi. Faqat pasport kerak kabi gaplar odamni chalg'itadi. Amalda esa yosh chegarasi, ehtiyoj darajasi, ro'yxat, mahalla xulosasi, tibbiy holat, daromad, oilaviy vaziyat kabi mezonlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun eng ishonchli yo'l o'z hududingizdagi mas'ul tashkilotdan aniqlashtirish. Agar yordam naqd pul emas, xizmat yoki voucher ko'rinishida berilsa ham hayron bo'lmang. Ba'zi dasturlarda mablag' bevosita fuqaroning qo'liga berilmaydi, balki dori, mahsulot, xizmat, reabilitatsiya vositasi shaklida ko'rsatiladi. Bu ham yomon narsa emas. Aksincha, pul maqsadli ishlatilishini ta'minlaydi. Muhimi, qariya real foyda ko'rsin. Agar sizga rad javobi berilsa, darrov umidsizlikka tushmang. Sababini biling.
balki bitta hujjat yetishmagandir. Balki qariyaning yashash joyi bo'yicha ma'lumot aniqlashtirilishi kerakdir. Balki boshqa turdagi yordam mos kelar. Masalan, bir martalik moddiy yordam o'rniga dori-darmon bo'yicha ko'mak, parvarish xizmati. Nogironlikni rasmiylashtirish, sanatoriy yo'llanmasi yoki boshqa ijtimoiy xizmat kerak bo'lishi mumkin. Maqsad faqat ilk 1 million so'mni olish emas, qariyaning muammosini tizimli hal qilish. Farzandlarga esa alohida murojaat qilaman. Otangiz yoki onangiz menga hech narsa kerak emas desa ham, ularning holatini tekshirib turing. Dori ichyaptimi? Dorisi tugamaganmi? Ko'zi yaxshi ko'ryaptimi? Uyda issiqlik bormi? Ovqati yetarlimi? Kartasidan pulni kim yechyapti? Bularni bilish farzandlik mas'uliyatidir. Davlat yordami borligi yaxshi, lekin oilaning e'tibori o'rnini hech qanday to'liq bosa olmaydi. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, 1 avgustdan qariyalarga berilishi aytilayotgan 1 million 500 ming so'mlik yordam masalasida shoshilinch xulosa qilmang. Rasmiy tartibni tekshiring. Qariyaning holatini hujjatlar bilan asoslang va mablag'ini eng zarur ehtiyojlarga sarflang. Bu pul birinchi navbatda dori-darmon, davolanish, oziq-ovqat, parvarish vositalari, uy xavfsizligi va zarur kommunal xarajatlar uchun foydali bo'lishi mumkin. Eng muhimi, qariyaga ajratilgan yordam qariyaning o'ziga xizmat qilishi kerak. Sizning oilangizda ham otaxon yoki onaxon bo'lsa, bugunoq ularning hujjatlarini, dorilarini, xarajatlarini va mahalla bilan aloqasini tekshirib qo'ying. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda bu yordam bo'yicha qanday ma'lumot berishyapti, kimlarga aytilyapti, qanday hujjatlar so'ralyapti. Tajribangiz boshqa odamlarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir qariyaning hayotini ancha yengillashtirishi mumkin.